Andijonchi. Andijon bu ishtirok bilan qanaqa kutilmalar bo'lishi mumkin? Uydagi o'yini qiziq. Ha, nima bo'lar ekan, borish kerak. Birinchi xalqaro o'yin Andijonda ancha yillardan beri, o'zi birinchi Andijon xalqaro o'yinlarda o'ynamagan, birinchisi bu. O'sha gap o'yindan ham stadion, muxlislar, shaharning anaqasi qiziq. Andijonliklar to'ldiradi stadionni, to'ldirish kerak. Bu birinchi nonsens voqea. Shubha yo'q. Eng qizig'i O'zbekiston Kubogi finali. Lekin o'ylab qoldim, Andijonda bayram bo'ladi. Ichki chempionatni qo'ying, mayli qanaqa o'ynayapti. Zo'r bo'ladi. Ichki chempionatda ham ozgina qolsa hozir pastdan yaqin turibdi ancha. Yo, aytmoqchimanki, ichki chempionatga qaramay muxlislar boradi stadionga, xalqaro o'yinlarga. Bu zo'r anshlag bo'ladi. Haqiqatda borib stadiondan tomosha qilsa bo'ladi. O'zi muxlislik masalasida nomer 1 birinchi raqamli fan anaqa. Biletlar ham yaxshi sotiladi. Aytishlariga qaragan.